Ya'ni bu 7 yil ichiga nuqs qilgan bo'lsa, nima qilgan bo'lsa, bu familga, guzoronga pul ketdi. Bundan akam mas'ulmi? Ya'ni bu dediğiniz taqsimi shu bilanki bor mollari o'sha taqsim etilmi? Ya bo'lsa 7 yil avval shu otamiz fot qilgan zamon o'plar bor olan mollari uları ödeb hisoblab taqsim etmelimi? Hurmatli akajonim, shu bor mavjuda, shu hozir chog'da bo'lib turgan mol shul taqsim bo'ladi. Eski mol, avvalgi mol yana 7 yillik mol, 7 yildan avvalgi mol taqsim bo'lmaydi. Ol o'zingizga ma'lum, akangiz xarjladi, sizga ham xarjladi, boshqaga ham xarjladi, singilga ham xarjladi, onaga ham xarjladi. Xarj bo'ldi, ol o'rtaga xarj bo'ldi, ketdi. Onu qo'yasiz. Hozir shu mavjuda mol qancha bor? Shuni taqsim qilasiz. Shuni taqsim qildingiz. Taqsim qilayotganda shu ikki onangizdan so'rang. Agar so'rangizlar, agar ularni mahriyasini qaysi birtasini mahriyasini bergan bo'lmasa, shu mahriyasi hozir keladi. Yana boshqa qarz va g'ayra o'zingizga bo'lam xalos bo'lib ketgan, o'lam xalos bo'ldi. O narsalar bo'lmaydi. Mana shu sababdan mavjuda mol barisi 240 ga muhavval bo'ladi. Arab tiliga muhavvalni ma'nosi yana ovuştiriladi, o'tkaziladi. Hammasi qancha bo'lsa bo'lsin 240 bo'lakka 40 bo'lak qilib bo'laklaysizlar. Bo'laklanglar. Keyin shu 240 bo'lakni ikki onangizga 15 dan berasiz. 2 15imiz bo'ldi 30. O'rda qoldi 210. 5 ag'ayin sizlaringiz 28 5 ag'ayinga berasiz. 5 ag'ayin 5 28imiz bo'ladi. 140. 140 ketdi. Avval 30 edi. 140 bul qancha bo'ldi? 40 30 70 bo'ldi. O'rda hali qolgani bul. Ana 5 qiz qoldi. 5 qizni har biriga 14 chunki 28 ni yarmisi 14 bo'ladi. Ana 5 14imiz bo'ladi 70. Ali 70 o'rda qancha edi? 170. 70ni 170ni ustiga qo'yasiz 240. Yana 240 alib bitdi. Mana shu mavjudani taqsim qilasiz ukajonim. Ilohim hambarimizga kuch quvvat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.